Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi suhbatimiz Nobel mukofoti haqida bo'ladi. Bu mukofot ilm, fan, adabiyot va tinchlik yo'lida katta hissa qo'shgan insonlarga beriladi. Bugun biz Nobel mukofoti egalari qanday global muammolarni hal qilayotgani haqida suhbatlashamiz. Avvalo savol: Nobel mukofoti kim tomonidan ta'sis etilgan? Rahmat. Nobel mukofoti 1895-yilda shved olimi Alfred Nobel tomonidan ta'sis etilgan. U o'z vasiyatnomasida boyligini insoniyat manfaatiga xizmat qilgan olim va ijodkorlarni rag'batlantirish uchun ajratgan. Bugungi kunda mukofot fizika, kimyo, tibbiyot, adabiyot, tinchlik va iqtisodiyot yo'nalishlarida beriladi. Hozirgi davrda Nobel mukofoti egalari asosan qaysi muammolarni hal qilmoqda? Bugungi laureatlar iqlim o'zgarishi, kambag'allik, kasallik va urush kabi global muammolar ustida ishlamoqda. Masalan, tibbiy sohalarda olimlar davolash usullarini ishlab chiqmoqda. Bu orqali kasalliklarning oldi olinmoqda. Inson umrini uzaytirish imkoni oshmoqda. Tinchlik yo'nalishida mukofot olganlar esa mojarolarni kamaytirish, inson huquqlarini himoya qilish va jamiyatda barqarorlikni mustahkamlashga harakat qilmoqda. Sizningcha Nobel mukofoti yoshlarni qanday ruhlantiradi? Bu mukofot yoshlarni ilm olishga, izlanishga va jamiyatda foydali bo'lishga undaydi. Chunki har bir yutuq ortida katta mehnat va sabr bor. Kelajakda esa sun'iy intellekt, ekologiya va energiya muammolariga doir ishlamalar ko'proq e'tirof etilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, Nobel mukofoti egalari insoniyat oldida turgan muhim muammolarni hal qilishga katta hissa qo'shmoqda. Biz ham ilmga intilib, kelajak jamiyatimiz rivojiga o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.